Assalomu alaykum yana bir bor. Mana hozir Lalmikordagi tokzorlarimizga keldik. Abduhoshim boymanam. Bilasizlar, Abduhoshim meni ukam ham, shogird ham, mutaxassis tokchilik, bog'dorchilik bo'yicha agronom. Juda ham ajoyib inson. Mana shu yigitning sharofati bilan mana shu tokzorlarni birgalashib ekkanmiz. Mana toklarimizda hozir ikkinchi marta ichini haydovini qilyapmiz. Bu yerda Otabek nevaramiz bilan hozir mana bu Doniyor ukamiz toklar ichini haydayapti. Xudoyim kuch-quvvat bersin. Maqsadimiz mana shu toklarni voyaga yetkazib, shundan bir yaxshi hosil olish. Bir hosillarni qarab nima deysan, Abduhoshim? Ukajon. Ko'rinib turibdi. Mana qarayapmiz. Toklarda 10-15 bosh mana shunday uzumlar bor. Qarayapmiz. Endi Alloh barakasini bersin. Bu yerda qushlarning ham haqi bor. Qurt-qumursqani ham haqi bor deydi. Yarmini yesam, yarmi qolar-ku. Shu sendan harakat, mendan barakat deganda Xudoyim taolo. İnşallah yaxshi bo'ladi.